agarda Real Madrid Barselonaga xor bo'lsa, shashonchamni kesib taylab, etlarga yediraman, gurji kuchuylar yediraman degan gapni qilgan edim. Bütün hamma negativlar bildirib, haterlik qilib, destvaqa deb kechadan beri meni yeb qo'ydinglar. Ya mujik, ya Sardor gangster destva qilayotgan bo'laman. Gapirdimmi? Kesib turib itlarga yediraman dedimmi? Qilaman. Men qancha razmerda kesishimni, qanaqa tagidan, ustidan, yarimidan yo boshidan kesishimni aytmaganman. Men shu vaqtgacha 26 yil shashoncham kesilmagan, uchi kesilmagan edi. Kakras hozir mana shu gapim uchun destva qilib kesaman. Videoni 100 mingta like bo'lganda pitbull kuchuklarga, buldog kuchuklarga shunday uchini kesganimda, taylaganimda videosini joylayman. Hamma like bo'lsin, ya mujik, ya destva qilayotgan bola, joninglar sog' bo'lsin. Barselonani fanatiman men o'zim.